Assalomu alaykum aziz tomoshabin, qadrli yurtdosh, efirda men Chinor, siz bilan Zafar To'ltayev. Men anchadan beri bir mavzuga qo'l urish niyatida edim, o'sha mavzuga video qilish maqsadida yurardim, lekin faktlar yetishmaganligi sababli bu ishga qo'l urmagandim. Mana endi vaqt keldi deb hisoblayman va ushbu og'ir mavzu yuzasidan video qilish harakatidaman. Barchamizga ma'lumki, bugun televideniya, nafaqat televideniya, ijtimoiy tarmoq faollari, ommaviy axborot vositalari barchasi birgina og'ir muammo, respublika miqyosida juda og'ir muammo bo'lgan Toshkentning havosining ifloslanishi, zaharlanishi va uning aholi salomatligiga bo'layotgan zarari haqida bong uryapti. Men mana shu temada biroz fikr yuritishdan oldin sun'iy intellektga ushbu muammoni keltirib chiqarayotgan sabablar haqida ma'lumot berishini so'radim va sun'iy intellekt menga 4 ta asosiy sababni keltirib ko'rsatdi. Bulardan birinchisi transport vositalari, ya'ni poytaxtda, Toshkentda transport vositalarining haddan ziyod ko'pligi va ularning sonini yildan yilga ko'payib borayotganligini ko'rsatib beryapti. Ikkinchi sabab qilib esa poytaxtda va poytaxt atrofidagi yirik sanoat zavodlari, metallurgiya, sement zavodlari va issiqlik elektrostansiyalaridan chiqayotgan chiqindi gazlar haqida ikkinchi sabab ko'rsatyapti. Uchinchi sabab qilib esa poytaxtdagi, Toshkentdagi keskin va jadal ravishda ketayotgan qurilishlar va yer eroziyasi va o'sha qurilishlarning noto'g'ri qurilayotganligi, arxitektura va shaharsozlik nuqtai nazaridan noto'g'ri qurilayotganligi haqida keltirib beryapti. Va so'nggi sabab qilib esa poytaxtning geografik joylashgan nuqtasi hamda iqlimining o'ziga xosligi. Mana shu 4 ta sababni ko'rsatdi va men bu 4 ta sababni umumlashtirib o'z fikrim bilan sizlar bilan baham ko'rishni o'zimga maqsad deb bildim. Endi birinchi va ikkinchi sabablar. Bular transport vositalari. Bugun mana O'zbekistonda yildan yilga transportlar qanchalik ko'p ishlab chiqarilyapti, sotuvga qo'yilyapti va bunda shu jihatdan poytaxtning aholisi ko'pligi natijasida transportlarning yildan yilga soni ortib boryapti. Ular nimada harakatlanadi? Deyarli 80% texnikalar bugun metan gazida harakatlanadi. Chunki metan benzindan ko'ra arzon. Mana shuning uchun ham metan gazida foydalanyapti. Metan gazi esa o'zidan havoga azot, uglerod va o'sha oltin gugurt zaharlarini, chiqindi gazlarni chiqaryapti. Probkalar bo'lyapti. Probkalarda ham to'xtovsiz, tinimsiz ravishda havoga zaharli gazlar chiqaryapti. Hattoki insonlar ham, tiriklik ham havodan kislorod yutib o'zidan karbonat angidrid chiqaradi. Maktablik o'rta maktabda ximiya fani bo'lardi. O'sha ximiya fani 3 bo'limga bo'lingan. Organik ximiya, anorganik ximiya va umumiy ximiya. Organik ximiyaning asoschisi professor Butlerov shunday degan: organikaning asosiy elementi bu uglerod. Uglerod metanning asosiy markaziy elementi ham hisoblanadi. Demak, bugun uglerod gazi ko'payib ketyapti. Transportlardan chiqayotgan transportlar, millionlab transportlar mana shu o'zidan gaz chiqaryapti. Bu Toshkentning havosining buzilish sabablarining birinchisi. Ikkinchisi esa zavod, fabrikalar. Bularning ham asosiy yoqilg'isi metan. Metan bo'lmasa ular ishlamaydi. Metan bo'lmasa ular faoliyat yuritilmaydi, odamlar ish bilan ta'minlanmaydi va mahsulot ishlab chiqarmaydi. O'zidan metan gazi ishlatib, mana issiqlik, metanni elektrga aylantirib beryapti, hattoki issiqlik elektrostansiyalari. Bu ham havoning buzilishini keltirib chiqaryapti. Endi qurilishlar. Barchamizga ma'lumki, prezident poytaxtni dunyoning yirik shaharlari qatoriga qo'shish harakatida bo'lyapti. O'sha yirik shaharlari bilan tenglashtirish va turistlarni o'ziga jalb qilish ketyapti bu yerda. Bu ham havoga chang to'zonini ko'tarilishini, yerning eroziyasini keltirib chiqarishini sababchisi bo'lyapti. Undan keyin Toshkentning joylashgan, bilamiz, u poytaxt tog'lar bag'rida joylashgan, vodiyda joylashgan. Vodiyda esa o'sha tog'lar tufayli shamol esish yo'li to'zilgan, tabiiy
istehkom hisoblanadi. Ya'ni o'sha yerda to'plangan havo oqimi chiqib keta olmaydi. Yomg'ir yo'q, bulutlar to'silib qoladi. Mana shu natijasida o'sha yerda yomg'ir kam bo'lishi, shamolning kam esishi va uylarning noto'g'ri qurilishi natijasida havoning tiqilib bir yerda to'planib qolishi kelib chiqyapti. Endi birinchi, ikkinchi sababni hozir prezident chora-tadbir qo'llayapti. Birinchi e'tiborini Saida Mirziyoyeva mana issiqxonalarda yonayotgan ko'mirni o'rniga metanga o'tkazish harakati ketyapti. O'sha qarshi chora qilib, o'sha havoni tozalashga qilinayotgan choralarning birinchisi bo'lib, issiqxonalarni ko'mirdan metanga o'tkazish jarayoni ketyapti. Tandirlar buzilyapti. Lekin bir narsa ma'lumda. İnsonga kuchliroq dori bermay, unga kuchsizroq dori berishga o'xshaydi bu. Dori baribir dorida. U ximikat. Endi ko'mirdan chiqayotgan gazdan sal kamroq metandan gaz chiqadi. Baribir chiqadi, to'xtamaydi bu. Tem bo'le o'sha issiqxonalar yil 12 oy ishlamaydi. Kuz va qish mavsumida faoliyat olib boradi. Uchinchisi esa o'sha havoda qishda, kuzda sirkulyatsiya bo'lmagani uchun shunday ketyapti. Lekin nima uchun transportlarning gaziga, metanga taqiq qo'yilmayapti? Transportlarning sonini cheklashga yoki benzinga o'tishga nima uchun o'sha jarayonlar amalga oshirilmayapti? Chunki metandan avval men avtomobil haqida gapirsam, O'zbekistonda O'zavtosanoat bor. O'zavtosanoatning ikkita xo'jayini bor. Birinchisi Amerika, AQSh bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston. AQShning haligi yirik korporatsiyasi bor bu. General Motors korporatsiyasi. Bu korporatsiya dunyoning ko'p davlatlaridagi avtozavodlarning xo'randasi, ularning boshqaruv paketlarini egallab, o'shalar ortidan daromad ko'ruvchi va Amerika iqtisodini rivojlantiruvchi tashkilot, katta yirik korporatsiya bu. Ya'ni bitta avtomobilning sotuvchisi ikkita, iste'molchisi bitta, xaridori bitta, o'zbek xalqi. Shuning uchun ham bugun avtomobillardan kelayotgan daromadni to'sishni, ularni kamaytirishni hech kim istamaydi. Bundan ko'plar daromad ko'radi. Ikkinchi sabab esa o'sha avtomobillar metanda yonyapti. Metan qaysi tashkilotlarga, kimlarga tegishli bo'lsa, o'sha metandan ular ham daromad ko'radi. Bundan tashqari ko'chalarga qo'yilayotgan, yo'llarga qo'yilayotgan radarlardan o'sha kimlargadir katta foydalar keladi. Shuning uchun transportlarni yengilgina e'tibor qaratilyapti xolos. Lekin asosiy birinchi sabab qilib sun'iy intellekt mana transportlarni ko'rsatdi. Lekin bu muammoning yechimi o'sha issiqxonalarni ko'mirdan metanga o'tkazish yoki tandirlarni buzish deb o'ylamayman. Bu yerda muammoning yechimi bitta. Poytaxtga qilinayotgan e'tiborni boshqa viloyatlarga teng taqsimlash deb o'ylayman. Chunki aytilgan-ku, dunyo bo'lsang teng bo'lgin dunyo va barchaga keng bo'lgin dunyo. O'sha poytaxtga berilayotgan xarajatlar, mablag'lar boshqa viloyatlarga ham e'tibor qaratilsa, o'sha ichki migratsiya kamayib, poytaxtga borayotgan mashinalar soni ham kamayadi, odamlar ham kamayadi. O'z viloyatlarda, qishloqlarida o'sha qurilgan o'sha zavod va fabrikalarda ishlab faoliyat olib boradi. Va natijada o'z-o'zidan poytaxtning havosi tozalanadi, lekin issiqxonalarda bugun rizqini to'sish, ularni ko'mirdan gazga o'tkazish yoki tandirlarni buzish bu yechim emas. Bu xuddi ajriqning yuza qavatini chopib tashlashga o'xshaydi, lekin asosiy ildiz baribir qolaveradi. Men shunday deb o'ylayman. Ilgari Ikkinchi jahon urushida Toshkent non shahri bo'lgan bo'lsa, bugun Toshkent pul shahriga aylandi. Shuning uchun ham hamma poytaxtga intiladi. Poytaxtda pul topish, ish topish, imkoniyat topish uchun boradi. Chunki viloyatlarda, tumanlarda, qishloqlarda poytaxtdagi imkoniyat mutlaqo mavjud emas. Odamlar qiynalib yashaydi. Kundan kun, oydan oy, yildan yil faqat pensiya, oylik kutib yashaydi. Hattoki 1 million, 1,5 million oylikni bir oyga uchma-uch yetkiza olmaydigan oilalar millionlab topiladi. Nima uchun? Asosiy e'tibor, asosiy mablag' va asosiy xarajatlar mana poytaxtda qolib ketayotganligi uchun. Dunyo bo'lsang
keng bo'lgin dunyo va barchaga teng bo'lgin dunyo. Sizlardan kommentariy kutib qolaman, like va podpisatsiya. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.